O'zbek shou-biznesi olamidan shoshilinch xabar. O'zbekiston xalq artisti Uchqun Tillayev haqida hozirgina muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Uchqun Tillayev intervyularidan birida Prezident Shavkat Mirziyoyevdan olgan qadrli sovg'asi haqida so'zlab berdi. U davlat rahbari taqdim etgan galstukni faqat alohida tadbirlarda taqishini, qolgan vaqtda esa asrab-avaylab saqlashini aytdi. Voqea muhim tadbir arafasida yuz bergan. Tayyorgarlik va repetitsiya uchun vaqt qolmagan paytda Shavkat Mirziyoyev Uchqun Tillayevni yoniga chaqirib, undan ishonchni oqlay olmasligini so'ragan. San'atkor ishonchingizni oqlayman deb javob bergan. Shundan keyin prezident uning galstukiga e'tibor qaratib, rangi unga unchalik yoqmayotganini bildirgan. Uchqun Tillayev xuddi davlat rahbari taqqan galstuk rangidagisini topish mumkinmi deb so'raganida Shavkat Mirziyoyev bir zum o'ylab bo'ynidagi galstukni yechib bergan. Shuni taqib chiqsang qo'rqmay gapirasan degan u. San'atkor sovg'ani olishga xijolat bo'lganini yashirmadi. Prezident esa galstuk nima bo'libdi, kerak bo'lsa vatan uchun jonimni beraman degan. Uchqun Tillayev bu gapni hanuz unutmaganini aytdi deyilgan xabarda.